Endi Colt avtomobilini xarid qilgan mijozlar uchun Turkiyaga 2 kishilik vaucher taqdim etilmoqda va hammani qiziqtirib turgan savol o'zi Cobalt'ga rassrochka ochildimi yoki bo'lmasa halol nasiya savdoga xarid qilish tartibini video davomida batafsil tushuntirib beraman. Undan oldin esa videolarimiz uchun foydali bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'ying, videoni do'stlaringizga ulashing va Uzoq Motors'ning eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unday bo'lsa videomizni boshladik. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozirda avtosalonlarda Colt avtomobilining ikkita pozitsiyasi uchun ham shartnomalar mavjud, ya'ni Style MCM 156 million 100 ming so'm va Midnight MCM 165 million 200 ming so'mlik pozitsiyalar uchun shartnomalar mavjud. Kelib bir kun o'zida rasmiylashtirib olib ketishingiz mumkin. Savdoda tayyor mashinalar turibdi. Endi rassrochka ochildimi degan savolga Colt avtomobili uchun hali rassrochka ochilgani yo'q. Ko'pchilik nasiya savdo bilan rassrochkani tushunmay rassrochka deb aytishyapti. Nasiya savdoda bank o'zini ustamasini qo'yib, shu ustamani teng miqdorda bo'lib, oylarga bo'lib beradi. Hozir video davomida batafsil tushuntirib o'taman. Rassrochkada unday bo'lmaydi. Rassrochkada haqiqiy avtomobilning haqiqiy narxini siz hech qanday foiz va qo'shimchalarsiz boshlang'ich to'lovni amalga oshirib, qolganini oylarga bo'lib foiz va qo'shimchalarsiz teng miqdorda bo'lib to'lashga rassrochka deyiladi. O'zini narxi o'zgarmay qoladi. Rassrochka shu tartibda amalga oshiradi. Halol nasiya savdoda bank o'zini ustamasini qo'yadi. Masalan, hozir jadval asosida tushuntirib beraman. Style MCM pozitsiyasini xarid qilishda, ya'ni 156 million 100 ming so'mlik pozitsiyani xarid qilmoqchisiz. Boshlang'ich 50% to'lovni amalga oshirasiz, ya'ni 78 million so'm to'lovni amalga oshirib, 36 oy muddatga xarid qilsangiz bo'ladi. Bunda oylik to'lovi 3 million so'mdan to'g'ri keladi. Bundan tashqari sug'urta to'lovi ham mavjud. 2 million atrofida sug'urta to'lovi bo'ladi. Umumiy bu yerda avtomobilning umumiy tan narxiga 3 yil davomida 30 million so'm qo'shimcha to'lov to'laysiz. 50% to'lovni amalga oshirib 24 oyga xarid qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni 78 million to'lovni amalga oshirasiz. Oylik to'lovi 4 million so'mdan to'g'ri keladi. Sug'urta to'lovi 1 million 200 atrofida bo'ladi. Bank xodimlari chiqarib berishadi sug'urta to'lovini. Umumiy avtomobil tan narxi ustiga umumiy 24 oy davomida, ya'ni 2 yilda 18 milliondan 19 million atrofida qo'shimcha to'lov to'lanadi. Agar 18 oyga xarid qilsangiz ham bo'ladi, 50% to'lovni amalga oshirib. Bunda oylik to'lovi 5 million so'mdan to'g'ri keladi. Umumiy avtomobil tan narxiga 13 million 14 million atrofida qo'shimcha to'lov to'lab xarid qilishingiz mumkin. Endi boshlang'ich to'lov kamroq to'lab xarid qilaman degan mijozlar uchun boshlang'ich 30%, 35%, 40% lik to'lovlar ham mavjud. Shu o'rinda agar siz boshlang'ich to'lovni qancha kam to'lasangiz, oylik to'lov shuncha baland bo'ladi. Shuni ham hisobga olishingizni so'radim. Masalan, siz boshlang'ich 40% to'lovni amalga oshirdingiz, ya'ni 62 million 440 ming so'm. 36 oy muddatga xarid qilsangiz, oylik to'lovi 3 million 698 ming so'mdan to'g'ri keladi. Umumiy avtomobil tan narxiga 3 yil davomida 39 million 600, 39 million 700 shu atrofida qo'shimcha to'lov undiriladi sizdan. 40% to'lovni to'lov qilib, 24 oyga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Oylik to'lovi 4 million 900 ming atrofida to'g'ri keladi. 950 ozmoz bank tomonidan aniqlashtiriladi bu narsa. Umumiy avtomobil tan narxiga 2 yil davomida 24 million so'm qo'shimcha to'lov undiriladi sizdan. Agar boshlang'ich 40% to'lab 18 oy muddatga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Oylik to'lovi 6 million 200 ming atrofida to'g'ri keladi. Bunda avtomobilga 18 oy davomida siz 18 million so'm qo'shimcha to'lov to'lashingiz kerak. Ya'ni sizdan qo'shimcha 18 million so'm to'lov undiriladi 18 oy davomida. Umumiy tan narx ustiga shuncha 18 million so'm qo'shimcha to'lov bo'ladi. Halol nasiyaga xarid qilish shu tartibda amalga oshiriladi. Bu rassrochka emas. Boshda tushuntirib o'tdim, rassrochka qanday tartibda amalga oshirilishini. Bu bank tomonidan va avtosalon tomonidan berilayotgan taklif. O'zingizni qiziqtirgan qandaydir boshqa savollar bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarga yozib qoldiring, batafsil javob berishga harakat qilaman. Va avtosalon nomerlarini ham yozib qoldiraman. Opisiyaniyada bemalol aloqaga chiqib ma'lumot olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Uzoq Motors'ning eng so'nggi yangiliklaridan xabardor bo'lish uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat.